gapni aytay, 14950 dollarga Malibu 2 2.4 atmosferni qo'yapman e'lonimga. Siz esa bitta ekranga like bosib obuna bo'ling. 14950 dollarga. Juda ham zo'r narx. Panorama lyuk bu. Ideal konditsionerlar zo'r ishlayapti, yorug'lik tushishi uchun lyukni boya ochgandik, endi yoqib qo'yamiz. Mazami? Shalqa bo'lmasa, bitta obuna bo'lasiz. Xo'sh, 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Men buni motorini nima uchun ochyapman? Ochyapman. Bitta ko'rib oramizmi? Ko'rib oradigan joyi. Ya Alloh. Bismillah. Mana dud-dud chiqadigan joylari yo'q. Motor holati zo'r. 3 litrlar ideal turibdi. Antifriz bachog'ida qarang, cho'chib turibdi. O'zi 2.4 atmosfera juda zo'r, juda ham zo'r. Buni o'zini muxlislari juda ham ko'p. Chunki injiq motor emas. Salon holatlarini qarang, yangi mo'lovchalari bilan turibdi. Diskka boshqa razmerdagi qo'yilgan. Salon holatlari juda yaxshi holatda turibdi. Gap yo'q, beskilchovoy dostуп 140 7000 kilometr masofa bosib o'tgan. 147 ming. Orqalari ham ko'chalari juda yaxshi. Mashina benzinda. Doskональный ma'lumot beraman. Xo'sh, orqalari. Mashina gen davernis bo'lmaydi. Faqatgina оформлениеga. 8 milliondan ziyodga yaqinda Mers hadovoy qilibdilar. Motor korobka mo'ylarini уже almashtiribdilar. Hozirgi kunda umuman 1 gram ishi yo'q dedilar. Oladi, hayday dedilar. Kraskani qarangizlar. Detal almashganga o'xshayapti, lekin ichkari 3 litr hamma narsa cho'tki turibdi. Bu krilo, bu kapot va bunisi kriloda kraska, keyin orqada mana bu joychasida. Betni. Bo'ldi, qolgan joyida mavjud emas dedilar. Kelgan paytlari hech bo'lmasa 17,5 qo'yib bering degan joylarida yo'q, aka ketmaydi. Kraskasi bor. Bir ikkitalar bor, shunaqa insonlar bor. Kraskasi bo'lsa ham bo'ladi, lekin mashinani o'zi zo'r bo'lishi kerak. Mana haqqoniy motori zo'r ishlab turibdi. Hadovoy polni Mers qilingan, tonirovkalargacha, mягкий balon. Ideal. Yana 2.4. Kraskasi bor, faqat bo'ldi. Lekin narxiga yarasha 14950 dollar va yana savdosi bor. Ekranga bitta like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.